Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Siz Dorim kanalidasiz va bugun biz Dorim dorixona tizimidagi asosiy bo'lim, tovar sotilishi haqida so'z yuritamiz. Ushbu bo'lim kassadagi kundalik ishlaringizning yuragi hisoblanadi. Mahsulot sotilishi komponenti bu qulay va ko'p funksiyali vosita bo'lib, u quyidagilarga imkon beradi. Kerakli tovarni nomi, ishlab chiqaruvchisi, shtrix kodi yoki markirovka kodi bo'yicha tezda topish. Tovarni analoglarga almashtirish. Chekni fiskallashtirib ham, fiskallashtirmasdan ham savdo qilish. Kirishda siz xaridor kutish ekranini ko'rasiz. U to'rtta asosiy blokka bo'lingan. Foydali ma'lumot ekranning yuqori qismi. Bu yerda siz amaldagi aksiyalar, topshiriqlar yoki motivatsiya bilan bog'liq mahsulotlar haqidagi ma'lumotni ko'rishingiz mumkin. Oxirgi cheklar ekranning orqa qismi. Bu blokda oxirgi o'tkazilgan cheklar ko'rsatiladi. Bu yerda siz chek summasi va qaytimni ko'rib, xaridor qoldirgan pul bilan solishtirishingiz mumkin. Tavsiya etilgan mahsulotlar, pastki qism. Bu blokda Dorim promo loyihasidagi mahsulotlar ko'rsatiladi. Ular uchun provizor mukofot oladi. To'liq ro'yxatni promo mahsulotlar komponentida ko'rish mumkin. Qoldirilgan cheklar o'ng tomonda. Bu blokda joriy smenadagi barcha qoldirilgan cheklar ko'rsatiladi. Qoldirilgan chek ustiga sichqoncha bilan bosish uni savdo uchun ochadi. Dorim tizimidagi tovar qidiruvi bu maksimal qulaylikdir. Qidiruv imloviy xatolarni, noto'g'ri yozishni va boshqa klaviatura tartibida kiritilgan matnni ham hisobga oladi. Tizim kerakli mahsulotni nomining bir qismini, ishlab chiqaruvchini yoki faol moddasini kiritganingizda ham topadi. Tovar tanlangach, tizim mavjud qoldiq miqdorini, analoglarni, markirovka belgisini, retsept talab qilinishini, amal qilish muddatini va hatto promo mahsulotlarni ham ko'rsatadi. Tizimda amal qilish muddati ranglar orqali belgilanadi. Qora rang tovar muddati o'tgan, qizil rang muddati tugashiga 1 oy qolgan, toq sariq rang muddati tugashiga 3 oy qolgan. Bu sozlamalar komponentida belgilanadi. Tovarni chekka qo'shish uchun Enter tugmasini yoki qo'shish tugmasini bosing. Ochilgan oynada kerakli miqdorni kiriting. Zarurat tugilsa, partiyani tahrirlash tugmasini yoqing va kerakli partiyani tanlang. Standart bo'yicha FIFO qoidasiga amal qilinadi. Eng yaqin muddati bor tovar tanlanadi. Oynaning yuqori qismida quyidagilar aks ettiriladi. Mahsulotni qabul qilish xususiyatlari, ya'ni uni kimlar qabul qilishi mumkin. Faol modda va ATX klassifikatsiya kodi. Markirovka va retsept bilan beriladigan belgilar. Blisterlar va birliklar soni upakovkada. Qoldiqdagi mavjud miqdor va upakovka narxi. Diqqat qiling, yangi mahsulot qo'shilganda tizim avtomatik ravishda miqdorga bitta qadoqni qo'yadi. Agar eng eski yaroqlilik muddatiga ega partiyadan bitta qadoq qo'shmoqchi bo'lsangiz, shunchaki yana Enter tugmasini bosing. Agar boshqa miqdorda qadoq qo'shmoqchi bo'lsangiz, shunchaki klaviaturada kerakli sonni tering. Birni o'chirishingiz shart emas. Qadoqning bir qismini sotish uchun nomni bosing va tizim avtomatik ravishda birliklar kiritishga o'tadi. Kerakli birlik miqdorini, masalan, tabletkalar yoki ampulalarni kiriting va Enter tugmasini bosing. Bir vaqtning o'zida bir nechta butun qadoqlarni va bir nechta birliklarni qo'shish mumkin. Tizim qoldiqdagi partiyalardan kerakli miqdorni o'zi chiqarib tashlaydi. Agar analog mavjud bo'lsa, promo mahsulot almashtirish uchun blok paydo bo'ladi. Chekdagi tovarni promo mahsulotga almashtirish uchun almashtirish tugmasini bosing. Miqdorni kiritgach, Enter yoki qo'shish tugmasini bosing. Tovar chekka qo'shilgach, oynaning markaziy qismida uning qisqacha ma'lumoti ko'rsatiladi. Chekka boshqa mahsulotlarni ham xuddi shu tarzda qo'shish mumkin. Agar mijoz fikrini o'zgartirib, xariddan voz kechsa, chekni ikki usuldan biri bilan ochirishingiz mumkin. Joriy chek mazmuni oynasida chekni ochirish tugmasini bosing yoki ochiq cheklar ro'yxatining o'ng yuqori burchagidagi ochirish tugmasidan foydalaning. Tizim faqat o'tkazilmagan chekni ochiradi. Agar dorixonada navbatda bir nechta mijoz bo'lsa, siz birinchi mijoz to'layotgan vaqtda keyingisini xizmat ko'rsatishingiz mumkin. Buning uchun siz Tor tugmasini yoki yangi chek tugmasini bosishingiz mumkin. Joriy chek blokining ustida joylashgan. Joriy chek qoldirilgan cheklar ro'yxatida saqlanadi. Barcha ochiq cheklarni ko'rish uchun joriy chekdagi chapga yo'naltirilgan strelkaga bosish kerak. Endi chekning yopilish jarayoniga o'tamiz. Barcha mahsulotlar chekka qo'shilgach, F9 tugmasini yoki oynaning pastki qismidagi to'lov tugmasini bosing. Keyin to'lov turini tanlang. Naqd F10, Ustart F11, Humo F12, Uzum, Kliki, Payme,
To'lov turini tanlaganingizda tizim avtomatik ravishda chekning summasini tegishli oynaga kiritadi. Bu summani yaxlitlash mumkin. Agar mijoz bir nechta to'lov turi bilan to'lov qilsa, qo'shimcha turlarni ham tanlash mumkin. Bunday holatda har bir to'lov turi uchun summani alohida kiriting. Agar siz to'lov turini xato tanlagan bo'lsangiz, uni o'chirib tashlash mumkin. Buning uchun to'lov turi yonidagi o'ng tomonda joylashgan savatcha belgisini bosing. Agar chek summasi va to'lov summasi o'rtasida farq bo'lsa, u pastda aks ettiriladi. To'lov turini tanlaganingizdan so'ng chekni rasmiylashtirish turini tanlang. Fiskal chek, mahsulot cheki yoki cheksiz. Agar sozlamalarda markirovka kodlarini tekshirish yoqilgan bo'lsa, ularni kiritish uchun oynacha paydo bo'ladi. Siz barcha markirovka qilingan mahsulotlarni skaner qilishingiz va keyin chekning rasmiylashtirilishiga o'tishingiz kerak. Keling, chek turlari haqida qisqacha ma'lumot beraman. Fiskal chek. Ushbu tugmani bossangiz, tizim 40 kodli fiskal chekni chop etadi va soliq tizimiga yuboradi. Mahsulot cheki. Ushbu tugmani bossangiz, tizim 40 kodsiz tovar chekini chop etadi va uni soliq tizimiga yubormaydi. Agar sizning tizimingiz virtual kassa bilan integratsiyalashmagan bo'lsa, bu tugmadan foydalanishingiz mumkin. Cheksiz. Ushbu tugmani bossangiz, tizim hech qanday chekni chop etmaydi va uni soliq tizimiga yubormaydi. Bu tugmadan ham virtual kassa bilan integratsiya bo'lmasa foydalanish mumkin. Agar chek nusxasi belgisi faollashtirilgan bo'lsa, ikki nusxada chek chop etiladi. Rasmiylashtirilgan chek so'nggi cheklar ro'yxatida birinchi bo'lib chiqadi. Bu ma'lumot provizorga qaytarish, tuzatish yoki qayta chop etish uchun oxirgi chekni tezda topishga yordam beradi. Mahsulot sotish komponentida tezkor tugmalarni qo'llash bemorga xizmat ko'rsatishni 30% dan 40% gacha tezlashtiradi. Kamroq bosish, tezroq sotuv. Agar siz bizning imkoniyatlarimiz, yangi funksiyalarimiz va yangilanishlarimiz haqida ko'proq bilishni istasangiz, albatta YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Like bosing, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, Telegram kanalimizga obuna bo'ling va barcha yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.